18 yoshdan boshlab insoniyatda fiziologik gravitatsion ptoz, ya'ni osilish dastlab terida, keyinchalik 35 yoshgacha bu terida, 35 yoshdan 45 yoshgacha asosan teri osti simas, aponevroz, mushak qavatlarida va 45 yoshdan u yog'iga yuqorisida yuzdagi связочный apparatlar, suyakka yopishgan yumshoq to'qimalarni, prostranstvo bo'shliqlarini ushlab turgan связочный apparatlarimiz bo'shashini hisobiga yuzda gravitatsiya, ya'ni 2, 3 yoki 4 darajadagi osilishlar va deformatsiyalar paydo bo'ladi. Ushbu deformatsiyalar qachon paydo bo'ladi? Albatta, yuz sohasidagi mana shu bo'shliqlarni, har bir bo'shliqni orasida ularni ajratib turuvchi adgeziya va septalarning hisobiga, fibroz to'qimalarning hisobiga to'lqinsimon deformatsiyalovchi gravitatsion ptozni biz 45 va undan yuqori yosh kuzatamiz yuzlarda. Va qaysi yoshda qaysi amaliyotni tanlash va qaysi operatsiya uslubini, texnikasini to'g'riroq tanlash bu juda ham muhim hisoblanadi, chunki bizda tibbiyotda bir chuqur bir termin bor. Ранняя и точная диагностика – это уже 50% lечения. Ya'ni erta va aniq tashxis qo'ya olish bu o'sha rejalab turgan davolash muolajasini 50% ga bajardim degan hisoblanadi. Bu juda muhim hisoblanadi zamonaviy tibbiyot xodimlari uchun.